Assalamu alaykum, hörmətli savaqdaşlar. Tayyibə dərsxanamızğa xoş gəldinizlər. Hazır biz ərəb dili tərcümə dərsimizdən 16-cı dərsini oxuyumuz. Əmdə biz bugünkü dərsimizdə hədis tərcümə örnəklərinin davamını oxuyumuz. Bizdən bugünkü dərsimizdə tunca oxumaqçı bolğan hədis Bismillahirrahmanirrahim. An İbn Ömər radiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alayhi ve sellem قال إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها وإنما مثل المسلم حدثوني ما هي قال فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة İbn Ömər radiyallahu anhumanın Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem'dən mındaq rivayet qılğanlığı mundaq deganlikki rivoyat qilinadi yoki Ibn Umar radhiyallohu anhumadan rivoyat qilinadiki payg'ambar alayhissalatu vassalam mundaq degan. Ibn Umar radhiyallohu anhuma bu Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning o'g'li büyük olim sahobalarning qatoridan ham Rasulullohga eng harakatlar egashgan sahobaning birisi. O'zi yashi kichik. Inna min ash-shajarati shajaratun. Haqiqatan daraxtlardan bir daraxt bor. İnne mine şecerati şeceratun hep daraxtlar ichidan bir daraxt bor. La yasqutu waraquha onun yupurmağı tushmaydi. Ve innaha mathalul muslim. O go'yo musulmonga o'xshash. Chidamchan demoqchi bo'lishi mumkin. Haddithuni ma hiya. Dangla o nima? O qaysi daraxt? Onun qaysi daraxt ekanligini menga aytib beringlar. Qal dedi. Kim dedimdi? Hadisni rivoyat qiluvchi İbn Ömer. Dedi فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرَ الْبَوَادِي Düştü kişiler sahra daraxtlarına. Yani kişiler sahra daraxtlarına digiltudi. Qala Abdullah, dedi Abdullah, yani hadisini rivayet qiluvchi İbn Ömer demekçi. Abdullah'ın ismi İbn Ömer'in ismi Abdullah. İbn Ömer deganimiz Ömer'nin oğlu degan gap. فَوَقَعَ فِي نَفْسِ أَنَّهَا النَّخْلُ Mening ko'nglimga u xurmolikni qanday qildi? Kashdi. Fastahyaytu tatindim. Kişiga o'xshab qana qildim? Tatindim. Thumma qalu andakin dilu kişilar haddithna ma hiya ya Rasulullah. So'zlab pasi Rasulullah o nima? Degandan dedi Rasulullah hiya nakhlat. O nima? Xurma. Endi bu yashma tarjimasi bu shu. Shajaral bawadi deganimiz sahrodagi yog'ochlar, sahro yog'ochlari. Endi buning o'lchamlik tarjimasi, yashma tarjimasi qilib qo'ygandan keyin buningki aldirma o'lchamlik tarjimasi qilsak bo'ladi. Masalan, İbn Ömer radhiyallohu anhumadan Peygamber Aleyhisselam'ın mundaq deganligi rivoyat qilindi. Daraxtlarning orasida yupurmoqi to'kilmaydigan bir daraxt bor. Hammamiz qo'shib o'lchamlik tarjima qilamiz. O haqiqatan musulmonlarga o'xshash. Sizlar menga uning nima ekanligini aytib beringlar. Endi qal degani u dedi shunday kim u degani İbn Ömer. Kishilarning o'y xiyollari sahrodagi daraxtlarga tushganligini aytdi. Qal fawaqa'an nas fi shajarati deymiz. Kishilarningki o'y xiyollar. Fawaqa'an nas degan kishilar tushdi degan uning o'y xiyollari tushdi demakchi bu yerda. Va mundaq dedi. Qala Abdullah dedi Abdullah mening ko'nglimga uning xurma ekanligi qana qildi? Keldi. Fawaqa'a fi nafsi annaha an-nakhla. Fastahyaytu. Men qana qildim? Xijil oldim, tatindim. Thumma qalu andakin ular ey Allohning elchisi uning nima ekanligini bizga aytib bergin dedi. Qalu degan gapni oxirgi tarjima qilsak texnik go'zal chiqadi. Payg'ambar alayhisalom qala hiya an-nakhla. O xurma dedi. Mashqa ikkidan hadisni birma. Birinchisi an Abi Bakr radhiyallohu anhu qala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam akbarul kaba'ir al-ishraku billah va uququl validayn va shahadatuz zur. Kabair, kebira degan hadis yoki oyatlar kelsa, ko'p hollarda cho'ng gunoh deganni bildiradi, ha. Buni sizlar o'zingizlar tarjima qilsa, bu sizlarga topshiriq. Ikkinchi hadis an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu qala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Ravoh al-Buxoriy. Bu ikki hadis sizlarga topshiriq. Endi bugun o'qiydigan hadisimizning ikkinchisi an Abi Hurayra radhiyallohu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم أبي هريرة رضي الله عنه دين Rasulullah'ın mundaq deganligi rivoyat qilindi. Yoki
Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar vasallam mundaq dedi: "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallohu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kimiki bir yo'lda mangsa, salaka degan qanaqa qilsa, mangsa yaltamisu fihi ilman, izlaydi u yo'lda ilmni. Ya'ni bir odam bir yo'lda ilm izlab bir yo'lda mangadi ekan, sahhalallohu bihi tariqan ilal jannah. Osonlashtirib berdi Alloh u odamga u shu yo'l manga yo'l orqali jannatga boradigan yo'lni. Bu yashma tarjimasi Ravohu Muslim rivoyat qilgan. Endi buning o'lchamlik tarjimasi Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambarning mundaq degan: kimiki ilm izlab bir yo'lda mangadi ekan, Alloh u kishiga u orqali bihi jannat yo'lini qanday qildi? Osonlashtirib beradi. Bu hadisni Muslim rivoyat qilgan. Bu ilm talab qilishning fazilati to'g'risidagi bir hadis. Endi birinchisi tafsiriqning sizlarga bo'lgan berilgan an Anas ibn Malik radhiyallohu anhu an Nabiy sallallohu alayhi vasallam qol la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Buxoriy va Muslim. Bu ilgari chiqib bo'lgan bir hadis. Ikkinchisi an Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam inna Alloha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum va a'malikum. Bu sizlarga tafsiriq. Üçüncüsü bugün okuduğu hadisimizde an Ali ibn Hüseyin ibn Ali radıyallahu anh'ın oğlu Hüseyin radıyallahu anh'ın oğlu Ali rivayet kılıngan. Ali radıyallahu anh'ın neresinin ismi Ali şunu rivayet kılıngan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden rivayet kılıngan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inne min husni islamil mer'i terkuhu ma la yani. Mer'i degan nima? Kishi. Bir adam shunday bir odamning islomning go'zal bo'lganligidandir. Terkuhu onun terk etishi mala yani onunğa ehmiyet yok işlarni. Yani bir adamın Müslüman bo'lganligining en güzel ifadesi, en güzel şekilde Müslüman bo'lganligining ifadesi onun ehmiyetsiz işlarni terk etganligi. Buni Tirmizi rivoyat qilgan, Tirmizi ve hadis rivoyat qilgan alim mashhur imomlarning birisi. Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: insonning o'ziga muhim bo'lmaydigan ishni terk etishi onun islomining go'zalligidandir. Bu texem ölçemlik derecemiz. Şimdi ben size iki tane tavsiye verdim. Birincisi an Seleme قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص أخرجه أبو داود في كتاب اللباس. İkincisi an İbn Abbas radıyallahu anhuma an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şeribe min zemzem ve huve qaim. Zemzem şu zemzem suyu. Bu asan bunu size işleysizler. Şimdi yedincisi an Abi Hurayra radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu aleyhi ve sellem قال Abu Hurayra radhiyallahu anhu den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mundaq deganligi rivoyat qilindi yoki Abu Hurayra radhiyallahu anhu den rivoyat qilindi ki Peygamber sallallahu mundaq dedi: "Men kana yu'minu billahi vel yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Kimiki Allohga va qiyomat kuni qana qilsa ishonsa falyaqul khayra. Yaxshi gap qilsin aw liyasmut. Bo'lmasa jim tursin yoki jim tursin. Yani yaxshi gap qilmasa jim tursin. Muttafaqun alayhi degan nima? Birlik kelgan hadis degan gap bir hadisni Imom Buxoriy va Imom Muslim ikki buyuk imom ikkilisining kitobida rivoyat qilingan bo'lsa, bu birlik kelgan. Ikki imomning o'rtasida birlik kelgan hadis bo'ladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: kimiki Allohga va qiyomat kuniga iymon etsa, yaxshi so'z qilsin, bo'lmasa jim tursin. Ahmiyatsiz baka gap qilmasin. Birlik kelgan hadis. Endi masalaga ikkidan topshiriq berdim. Buning ikkinchisi sizlar ilgari darsda, ilgari topshiriqda o'tib ketib bo'lgan. Birinchisi an Anas ibn Malik al-Ansari radhiyallohu anhu anna Nabiy sallallohu alayhi vasallam qol: "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Rag'iba degan qana qildi? Qiziqdi. Ammo rag'iba degan fildan an kelsa yuz o'rdi deganini bildirdi. Bu shunga diqqat qilaman. Unda bo'lsa, bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت